Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi video lavhamizni eshitib xursand bo'lishingiz aniq. Ayniqsa ayollar. Agar yurak xurujini oldini olishni istasangiz, yong'oq va kungaboqar mag'zini aralashtirib yeng. Ajoyib vosita nafaqat yurak xurujining oldini olish, balki yurak mushaklarini kuchaytirishga ham yordam beradi. Mazali va terapevtik malhamni tayyorlash uchun bizga 1 stakan kungaboqar urug'i va yong'oq mag'zlari kerak bo'ladi. Po'stlog'idan kungaboqar urug'lari, qobig'idan esa yong'oq mag'zlari ajratib olinadi. Go'sht maydalagichdan o'tkaziladi. Tayyor bo'lgan malhamga 1 stakan suyuq asal qo'shib yaxshilab aralashtirib olinadi. Kuniga 1 osh qoshiqdan 3 mahal ovqatdan keyin yeb olish muhim. Ayniqsa bu immunitet ko'tarishga ham yordam beradi. Bilasiz, kungaboqarda magniy ko'p. Ko'pchilik asablarim tinchlanadi agar semichka, ya'ni pista chaqsam deydi. Asablarning tinchlashiga esa kungaboqardagi ko'pgina magniy sababchi. Shuning uchun aziz ayollarimiz, kungaboqar chaqamiz, ya'ni semichka o'tirish uyushtiramiz desa, yo'q demang. Hurmatli erkaklar, axir ayolingizni yuragi baquvvat, asablari esa tinch bo'ladi. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.